Assalomu alaykum qadrlik anglag'uvchilar. Misrlik yozuvchi Muhammad Ahmad Jadul Mavlaning Qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz. Musa alayhissalom. Musa alayhissalomning dunyoga kelishi. Fir'avn mustabidlik siyosat yurgizib, yer yuzida zolimlik va o'ktamlik qilib, o'z fuqarolari Bani Isroilga izzo ahonat keltiradi. Bani Isroil Fir'avnning zulmi ostida jafoliq turmush kechirib, cheksiz azob kulfat chekadi. Ular nihoyat aloqzodi bo'lib, turmushning ig'ir yuki ostida qaddini tuzlayolmay, to'limi battar holga tushib qolgan chog'da bir koin Fir'avnning oldiga kirib, Bani Isroilda bir o'g'il bola dunyoga keladi. Kelgusida sening pul mollaring shuning qo'liga tushib ketadi, dedi. Fir'avn bu gapni anglab g'azabga keldida vaqirab cho'qon soldi. U askilik qilishga boshlab, Bani Isroildagi o'g'il bolalarni ko'plab qirib tashladi. Qiz bolalarni qoldirdi. Lekin Allohning kuch-qudrati hammadan ulug'dir. Alloh taolo uning orzularini uzil-kesil barbod qildi. Alloh taolo insonlarni yaratgandan tartibli ojiz, faqir deb qaralgan kishilarning Fir'avndek ashunda qudratli zolim podshohning mol-mulkiga varislik qilishni o'rinlashtirgan. Fir'avnning huquqi Bani Isroildagi bir bolaning qo'liga tushib qolish oldida turadi. Bu bola tikanlik chatqonlar orasidan echilgan qizil gulga va yoki zulmat beshkidan bara-bara ko'tarilayotgan tong quyoshiga o'xshaydi. Alloh taolo Bani Isroilning o'rnini kuchaytirib, Fir'avn bilan Hamonga va ularning lashkarlariga Bani Isroilni sat tortib devaylab turgan holatni ko'rsatdi. Yukabit uyda o'ltirib to'lg'oq tutganligini sezdida, Imronni chaqirib uningga tug'utimning tayyorligini ko'rib qo'ying dedi. Imron uning talablarini bir-birlab o'rindadi. Musa alayhissalom inga deb yerga tushganda, Yukabit ansizlik ichida qolgan bo'lsa-mu, lekin uningda birdilla urg'ugan onalik mehr uni o'g'lini tirik qoldirish va uni ko'ngil qo'yib tarbiyalashga ilhomlantirdi. Musa alayhissalomning tug'ilganligi to'g'risidagi xabar bolalarning ashaddiy dushmani Fir'avnga ma'lum qilinmadi. Hayt-hoyt degicha Musa alayhissalom 3 oylik bo'lib qoldi. Shu chaqda podshoh shaharning hamma yeriga odam chiqarib, tug'ilgan bolalarni izlayotdi. Alloh taolo Musa alayhissalomning onasiga bir sanduq tayyorlab, bolani sanduqqa selib, sanduqni Nil daryosiga tashlab etishni va bu bolaning ochisini daryoni bo'ylab sanduqning kaynida mengib, sanduqning eqib qayaga boradiganligini ko'rib kelishga buyurishni bishorat qildi. Alloh taolo uningga xotirjam bo'lish, o'diqib ketmaslik to'g'risida bishorat berdi. Musa alayhissalomning ochisi sanduqning eqib ketganligini ko'rib kelib, o'diqqan holda sanduqni Fir'avnning beg'i tarafga eqib ketdi dedi. Lekin Allohning mehribonligi nihoyat yaqin edi. Fir'avnning xotini sanduqda eqib kelgan bu bolani ko'rganda, Alloh taolo uning qalbiga bolaning mehrini soldi. U eridan bolani beqib olishni talab qildi. Yukabit bu xabarni anglagandan keyin bolasidan g'am qilmaydigan bo'ldi. U o'g'lini Allohga xotirjam topshirdi. Bolani emitishga bir enik ona tayinlangan bo'lsa-mu, bola bu enik onadan saskinib, uni zodila ammadi. Haman chidab turolmay, bir tarafda marlab turgan Musa alayhissalomning ojisini ko'rsatib, "O qiz bu bolani taniydi ekan, uni tutib bu bola to'g'riliq so'rab beqinglar", dedi. Qiz so'roq tortilganda, "Men podshohga samimiy so'z qilishni orzu qilaman" deb javob berdi. Fir'avn uningga bolani beqib ay qila oladigan kishini elib kelishga buyurdi. Bola ko'tirib kelinganida qattiq yig'ladi. Fir'avn uni bazladi. Qiz bir ayolni elib keldi. Bola bu ayolni ko'ribla mahkam chaplashib oldi. Fir'avn ajablangan holda ayoldan, "Sen kim? Bu bola nimishqa boshqalarni ammay, senili imido?" deb so'radi. Bu ayol Musa alayhissalomning onasi edi. U, "Sutimning ta'mi yaxshi edi. Shunga bola menga eris bo'lish kerak" deb javob berdi. Shunda qilib Fir'avn bolani uningga topshirdi va uningga ish haqqini berdi. Yukabit bolani elib uyga qaytdi. Alloh taolo Yukabitga mana shunday marhamat qildi. Yukabit bolasidan ko'zini uzmay qarab, Allohning va'dasining haq ekanligini bildi.
Musa alayhissalomning Misrdan chiqib ketishi. Yokabet Musa alayhissalomni beqib cho'ng qilib bo'lgandan keyin uni o'rdidagilarning dushmani va qayg'usi bo'lib qolsin uchun Fir'avnning o'rdisiga akirib berdi. Musa alayhissalom bastlik, kuchli edi. Alloh taolo uningga bishorat berib turadi. Uningga ilm va aql farosat o'rgatadi. Ezilgan ojizlar beshini ko'tarib Musa alayhissalomning himoyasiga talpinadi. Onundan bu mustabbit tuzumning azobiga xotima berishni kutadi. Ular onunga mansub kishilar bo'lib, uning Allohning ko'p iltibot marhamatiga erishgan rahimdil yigit ekanligini biladi. Musa alayhissalom ezilgan bu kishilar bilan bir niyat, bir maqsadda bo'lish qaroriga keldi. U Fir'avnning poytaxtiga kirib ketib o'tib, ikki odamning jidal qilishayotganligini ko'rib qoldi. Ularning biri ezilgan ibronlardan edi. Yana biri huquq tutgan Fir'avnning qavmi qibtilardan edi. Heliqi İbrani Musa alayhissalomdan adolatni ching turib, o'zini bu qiyin holatdan qutuldirib qo'yishni o'tindi. Musa alayhissalom etilib berib, heliqi qibtini urib o'ldirdi. Musa alayhissalom o'zining bu qilqiga pushaymon qilib, buni iblisning qilqiga o'xshash bir ish bo'lib qoldi deb o'ylab, o'zining behuda qilgan bu ish uchun Allohdan afv so'radi. Alloh taolo uni afv qildi. Alloh taolo shafqatlik, marhamatlikdir. Afv qilish Musa alayhissalom uchun qilingan bir xil iltifot va marhamat. Shundaqla uning rahimdil tabiati va yavash, muloyimligi uchun berilgan bir ilhom edi. U Allohdan o'zini jinoyatkorlarning qo'ljumig'i bo'lib qilishdan saqlanishni tiladi. Biroq u inson tabiati tarafidan yengilib, butkul koinot egasining orzusiga uyg'unlashanmagan bo'lsa-mu, oxirgi hisobda yana Allohning irodasidan o'zini chetga tutolmadi. U heliqi odamni o'ltirayotgandan keyin shaharda go'yo o'qyadan urkigan kiyikdek dakki-dukkida yurdi. Tunugun u qutuldirib qo'ygan heliqi Ibrani yana uningdan yordam talab qildi. Musa alayhissalom uning tuyuq yo'liga kirib qolganligini aybladi. Ondan uningga yordam qilay deb turib edi. Heliqi İbrani Musa alayhissalom endi meni o'ltiradigan bo'ldi deb o'ylab, Musa alayhissalomdan rahim qilishni talab qildi va vaqirab turib: "Ey Musa, sen tunugun bir odamni o'ltirgandek, menimi o'ltirmoqchimisan? Sen zaminda tuzuguvchilardan bo'lishni xohlamay, faqat zo'mgar bo'lishni xohlamsan?" dedi. Sura Qasas 19-oyat. Fir'avnning odamlari tunugunki qibtining nima uchun o'ltirilganligini uqolmay, qotilni topolmay yuradi. Bu dalil isbotliq ayblashni anglabla heliqi İbranining qishig'i keldi. U İbrani ahvolni ujur-bujurgacha aytib berdi. Fir'avnning odamlari darhol to'planib, Musa alayhissalomni tepib qiymi-chiymi qilib o'tmoqchi bo'ldi. Lekin Allohning rahim shafqati ko'ziga ko'rinib turadi. Bir odam shahar tarafdan yugurib kelib, Musa alayhissalomga: "Ey Musa, shubhasizki kattalar seni o'ltirishga maslahat qilishyotidi", dedi. Sura Qasas 20-oyat. Va Musa alayhissalomni darhol shahardan chiqib, aql egisi ko'rsatgan yerga ketishga undadi. Musa alayhissalomning Madyanga berishi. Musa alayhissalom uyan o'ylab, buyan o'ylab, dakki-dukki ichida shahardan qochib chiqdi-da, azguvchilar quvliq shumliq bilan uni surgun qiladigan joyga qarab atlandi. U Madyan davlati tarafga qarab 8 kecha yo'l yurdi. Yo'l ustida Allohning xayrixoligidan boshqa uningga yor yo'lakda bo'g'idek birma odam chiqmadi. Allohning nuridan boshqa olg'a yetgudek biri hamroqqa erishamadi. U oziq talqan bo'g'ashqa o'zini ruhlantirib mengishga majbur bo'ldi. Uning putida oyoq yo'q edi. Tapallar qopirib teshilib ketdi. Qo'rsig'i ichib dumbisiga chaplashib ketdi. U mushundaq mengayverib, oxiri Fir'avnning changilidan qutulib qoldi. U Madyan davlatiga qarab ketyotdi. Yo'lda bir necha odamlarning bir quduqning suyini talishayotganligini uchratdi. Ikki qiz o'z qo'ylarining boshqalarning qo'ylari bilan aralashib ketishidan qo'rqib, qo'ylarini hoy-hoylab turadi. Bu qizlar o'sha odamlar suvga to'yib bo'lgandan keyin ondan quduq beshiga kelalaydi. Alloh taolo payg'ambarni g'azablantirib, uningdan adolatni yoqalab, ojizlarni qo'g'dashni talab qildi. Shuning bilan u heliqi ikki qizning oldiga kelib, "Sizlar nima ish qilmoqchi edinglar?" deb so'radi.
Biz bu qistonchilikdan qo'rqdik, deyishdi ikki qiz. Bu chorvalar ketishgandan keyin ondan mollarimizni sug'ura olamiz. Dadimiz qerib mang'anmas bo'lib qoldi. Bu ishni biz qilmay nima iloj? Musa alayhissalom qilchi ikkilanmasdan bu ikki qizning chorvalarini sug'urishga yordamlashdi. Ondan soyiga berib, durd o'qib, Allohdan muhtojlik ilikida turayotgan bu kambag'allarga yestashlik va sil-rahim qilishni iltijo qildi. İki qiz padalarini haydab uyiga odatdagi kundan baldir qaytdi. Dadisi ulardan nemish bo'lganligini so'rab edi. Ular bo'lgan ahvolni aynan bayon qilib berdi. Buvay shu hamon Allohdan Musa alayhissalomga mehr shafqat tiladi. Buvay bir qizini Musa alayhissalomni chaqirib kelishga yevatdi. Qiz Musa alayhissalomning oldiga kelib, uyatchan holda: "Qo'ylarimizni sug'urib berganligingizning haqqini berish uchun otam sizni rostilla chaqirdi", dedi. Sura Qasas 35-oyatning bir qismi. Musa alayhissalom qiz bilan birga ularning uyiga bordi. Uydagilar uni hurmatladi. Samimiy kutib oldi. Musa alayhissalom xushal bo'lib ko'ngli ichilgan holda o'zi haqidagi ishni buvayga aytdi. Buvay uningga: "Qo'rqmagin, zolim qavmdan qutulding", deb tasalli berdi. Sura Qasas 25-oyatning bir qismi. Musa alayhissalomning vataniga qaytib kelishi. Mehr shafqatlik bu buvayning uyida turgandan keyin Musa alayhissalomning ko'ngli oromiga tushdi. Bu ajablanarlik emas edi. Chunki buvay bilan Musa alayhissalomning qalbida bir-biriga ishonish, samimiy sadoqat urg'uydi. O'xshash xususiyat ularni bir-biriga mehribon qilib etgan edi. Musa alayhissalom oq ko'ngil edi. Alloh taolo uningga to'g'riliq, odillik, mehribonlik ato qilgan edi. Shu vajidan u buvayning va uning qizlarining izzat hurmatiga maqtishiga sazovor bo'ldi. Qizlarning qalbida Musa alayhissalomga, uning kuch-quvvatiga ishtiyoq qo'zg'alib qoldi. Ular uning oq ko'ngil, sodda, samimiyligini yoqtirib qolgan edi. Shunga dadisiga: "Ey ota, uni sen ishlatgin. Bu sen ishlatganlarning eng yaxshisidir, kuchlik va ishonchlikdir", deyishdi. Sura Qasas 26-oyat. Buvay qizlarining gaplarini anglab, bu gaplarga e'tiborsiz qaramay, Musaga cho'ngroq umid bog'ladi. Buvay salofat bilan o'ltirib mundoq dedi: "Ey Musa, men ikki qizimdan birini sana berishni bakma orzu qilaman. Sen menga yordamchi bo'lgin. Himmatimga erishib, qadalarimni boqqin. Men sendan 8 yil yordamda bo'lishingni umid qilaman. Agar sen yana tek uzunroq yordam qila olsang, masalan, 2 yil deb aytaylik, undaqda sen nihoyat zo'r savobli ish qilgan bo'lasan. Men qizlarimni sana berishga rozi. Albatta, men ularni majburlamayman. Mabodo Alloh taolo xolisa, biz samimiy do'stlardan bo'lib qolamiz." Ayni chaqda Madyan davlatidagi Musa alayhissalom borarga makoni yo'q, yot elda sarsam bo'lib yurgan musofir edi. Hech qanday urug' tuqqansiz, to'limi miskin o'tadi. Shunga u buvayning talabini anglash bilanla go'yo shirin sharbat ichgandek birdil shotlandi-da, darrov buvayga: "Ey shafqatli Mavlonam, sizga hamroh bo'lish men uchun baxt. Sizga yordamda bo'lish men uchun xushallik. Sizga madadkor bo'lish men uchun faxrlanarlik ish", dedi. Musa alayhissalomning kuni obdan o'tdi. Uning hayot daraxining umid shoxlari ko'kirishga boshladi. U ertadan kechgacha buvayning ishlarini chabdaslik bilan boshqaradi. U samimiy, ishonchli va tadbirli edi. Oradan uzun o'tmayla u buvayning bir qizi bilan to'y qildi. Buvay eng yaxshi qo'ylarini qizning to'yliq meli qildi. Oradan bir mezgil o'tgandan keyin Musa alayhissalom yurtini seg'inishga boshladi. Uning o'z yurtini seg'inishi bag'ansiri kuchaymoqda edi. "Har ne bo'lsin, söyman o'z vatanimni. Bo'lsimi gar unda ba'zi savan illat. Suyi garchi bo'lmasimi tatliq uning, söyman vatanimni dildan abad." Musa alayhissalom va uning xotini Misrga qaytish qaroriga keldi. Ular yuk taqlarini tengib, ayrilishga qiymagan holda buvay bilan xo'shlashdi. Buvay ularga oq yo'l tilab duo qildi. Er-xotin ikkalan janub tarafga qarab yo'l elib, Turtig'iga kelganda yo'ldan eziqib ketdi.
Ular bakma betaqat bo'lib, nima qilarini bilmay tamtirab qolganida, Alloh taolo Musa alayhissalomga g'amxo'rlik qildi, uni umidsiz qo'ymadi. Ular ketayotganda Musa alayhissalomga oldi tarafdagi tog' bag'rida bir parcha o't ko'rindi. U xotini va hamrohlarini to'xtatib, shubhisizki, men bir o't bayqadim. U yerdan men sizlarga bir xabar olib kelay, yo sizlarning isinishinglar uchun o'tdan bir parcha cho'g' elib kelay dedi. Sura Qasas 29-oyat. Jilg'ining o'ng tarafidagi egiz qiyo ustida, subhi tong oldida, vaqtiki mehr shafqatlik Allohning bu payg'ambariga tabassum aylayotadi. Birdilla, ey Musa, men haqiqatan olamlarning Rabbi Allohdirman degan ovoz jarangladi. Sura Qasas 30-oyatning bir qismi. Darvaqa Alloh taolo uning oldini hukm qilishni ato qilgan va uni alohida muqaddas vazifani ado qilishga yevatgan edi. Hozir u mehr shafqatlik Allohning yana "Ey Musa, o'ng qo'lingdagi nima u?" degan ovozini angladi. Sura Taha 17-oyat. Musa alayhissalomning ixtiyori odatdagi kishilarnikidan farqlanmaydi. U texi hodisalarning mohiyatini bilib yetkidek iqtidorga ega emas edi. Şuna o adetki kişilerdekler. O mening hasam, onunğa tayinimen, onun bilen qo'ylarimga g'azan qeqib beraman. Mening yana boshqa ehtiyojlarim bor, deb javob berdi. Sura Taha 18-oyat. O Alloh taolo qo'limdagi hasini nemaga ishiltadiganligimni so'rayotdi deb o'ylagan edi. Allohning qudrati cheksizdir. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Allohning bu savoli onunğa aniq yo'l ko'rsatib berdi. Alloh taolo uningdan has to'g'riliq so'ragandan keyin Musa alayhissalomga kutilmagan mo'jiza namoyon bo'ldi. U buningda haqiqiy ro'shan dalil borligini sezdi. Bu Alloh taolo uningga alohida topshirgan va ko'rsatgan muqaddas vazifa edi. Haqni bilsang har zaman ko'ngling bo'lur shadxoram. Allohning amriga bo'ysunish farzdir sana hamon. Musa alayhissalomga hassini tashlash to'g'risida Alloh taolo amr qilgandan keyin u Allohning amri bo'yicha hassini tashlab edi. Birdilla bu hassiga jon kirib, hassi so'zilib yotgan yilonga aylandi. Musa alayhissalom buni ko'rib qo'rqib qochmoqchi bo'lib edi. Bu chaqda ulug' Allohdan yana xitob keldi. Ey Musa, qo'rqmag'in. Mening huzurimda payg'ambarlar albatta qo'rqmaydi. Sura Naml 10-oyat. Musa alayhissalomning hukmlari amalga oshdi. Chunki mehribon Allohning ovozini anglab, uning ko'ngli tingan edi. Alloh taolo yana bir mo'jiza ko'rsatdi. Uningga qo'lini qo'yningga silib chiqar deb amr qildi. U qo'lini qo'yniga silib chiqarib edi, qo'li oppoq bo'lib qoldi. Qo'lida hech qanday kasallik yo'q edi. Musa alayhissalomning ko'ngli to'xtatib, Firavunning fuqarolari orasida o'zining muqaddas vazifasini o'rindash va haqni tashviq qilishga tayyorlanish imkoniyatiga ega qilish uchun mehribon Alloh taolo bu ikki mo'jiza orqali o'z elchisi Musa alayhissalomga amr qildi. Buning bilan Musa alayhissalom shamshirini sug'urib, nari tortib, barliq to'g'ri yo'l bo'lmagan ishlarni va hidoyatga mangmaganlarni tarmar qilishga otlandi. Elchi Musa alayhissalom Firavun va uning vazirlari Nil daryosi bo'yidagi davlatda turib, Qibtilarga va Bani Isroilga hukmronlik qiladi. Firavun fuqarolarga zo'rliq zo'mbilik bilan turli alvon yasoq soldi. O'zini iloh deb Allohdan tap tortmasdan hukmronligi ostidagi xalqlarni o'ziga cho'qinishga majbur qildi. Otarman chaparmonlar bilan billa Bani Isroilni haqoratlab, ularga azob kulfat soldi. Ularni ishlashga majburladi. Ularning qalbidagi umid chirig'ini o'chirdi. Firavun qatorliq kishilar nafsoniyatchilik qilib, e'tiqoddan yiroqlashdi, hidoyatdan chatnadi. Hamda Alloh taolo o'zi mehr shafqat yog'dirib, adolat ham marhamat buluqini oshqay. Shafqatsiz zolimlarga rahim qilib, ularga nurliq bilan paytiklab, hidoyat yo'lini ichib bergay. Ularning zulmatlik hongini yo'ritqay. Alloh taolo Musa alayhissalomni uyg'otdi. Sen ikki mo'jizani elib, Firavun va uning atarman chaparmanlarining ichiga bor. O mo'jizalar sening o'rningni kuchaytirdi. Bag'in,
ularni zulmat ichidan qutuldirib, yo'rg'uliqqa boshlagin. Haqiqat tog'ini egiz ko'tarib, uni Nil daryosi bo'yidagi bir elda lapildatgan. Uyg'utish nurini chaqnatib, tong oldidagi zulmatni qo'g'livatgan. Musa alayhissalom buni anglagandan keyin otlanishga hozirlandi. Alloh taolo uning qalbiga e'tiqodni singdirib, mo'jiza orqali uning o'rnini kuchaytirdi. Musa alayhissalom ikki mo'jizani ko'tarib texmi qo'rqmas bo'lib ketgan edi. Uning Fir'avn bilan koni adovati bor edi. O'tganda ular qo'g'lab surib, yoqi yurtlarda musofir bo'lishga majbur qilishgan edi. U vatanni qattiq seg'ingan edi. Shu topda uning ko'z oldida umid ushquni parladi. Gerçi uning vatani nihoyatda yiroqda bo'lsa-mu, Alloh taolo uni chaqirmoqda. Uning muqaddas vazifalarini belgilamoqda edi. U ilgari haydab o'tilgan yerga mang'ay deb turadi. Uzoqdan buyon nazarband ostiga ilingan uning erkinlik g'oyasi mana endi qanot qiqib parvoz qiladigan bo'ldi. Musa alayhissalomning qalbi Allohga bo'lgan hurmat va tavazzu bilan to'lib toshdi. Musa aytdi: "Rabbim, men haqiqatan ulardan bir odamni o'ldirib qo'ydim. Shuning uchun ularning meni o'ldirib etishidan qo'rqaman." Sura Qasas 33-oyat. O Allohdan o'ziga tasalli berishni va o'z o'rnini o'stirishni umid qilib bu gapni qildi. Alloh taolo uningga hikmatli so'z qilib, uning umid chirig'ini yondirib, g'oyibiy yo'lni ochib, uni ishonch va shodlikka cho'mdirdi. Musa alayhissalom Allohning yorlig'i bilan Fir'avnning oldiga bordi. U tamkin edi. O'zining egri vazifani ustiga olganligini biladi. U bir mahal dilg'ul bo'lib, cho'nqur o'y xiyolga cho'mib, Allohning beshorati va ko'rsatmalarini esidan chiqarib qo'yg'ili tas qoldi. U gap qilsa tili chenib, ravr so'zlayolmaydi. Chunki zimmasidagi yuk nihoyatda og'ir edi. Shunga u Allohga iltijo qildi. Ey Rabbim, menga ko'nglimni keng tutib, bu zo'r vazifani ustimga elishga imkon bergaysan. Meni munoziraga usta so'zmanlardan qilib, og'zimdan chiqqan so'zlarimni ularning qalbiga ta'sir qilgudek holga keltirgaysan. Urug' tuqqanlarimdan qarindishim Harunni menga yordamchi qilib bergaysan. Alloh taolo bu payg'ambarning talabini qabul ko'rib, uning tashabbusini qo'lladi. Alloh taolo o'z elchisini hurmatlaydi. Haqiqat yo'lidagi ishlarga ko'ngil bo'ladi. Alloh taolo shu chaqda Misrdagi Harunga bishorat berdi. Harun haqiqatni tashviq qiluvchining chaqirig'iga ovoz qo'shib, darhol yo'lga chiqib, tog'ning o'ng tarafida qarindishi bilan uchrashdi. Shunda qilib, Musa alayhissalom orqa tarafga ega bo'ldi. Ko'nglimi butunlay tindi. Alloh taolo uning tilganlarini ijobat qilib berdi. Alloh taolo Musa alayhissalom bilan uning qarindishi Harunga mundaq deb bishorat berdi. Fir'avnning qishig'i beringlar. Uningga ochiq chiroy bilan muloyim so'zlanglar. Uningga keng qo'rsaqlik qilinglar. Adabligariq bo'linglar. Muomalanglarning yumshoqligi uning rayimsizligini azaytishi, xo'rikini pasaytishi mumkin. Uning do'tlik qilib sizlarga zarba berib qilishidan ehtiyot qilinglar. Uning hilmikir, qulluq shumliq ishlatishiga imkon bermanglar. Uni o'z taxtidan ansiratmanglar. Uning bilan to'qinishib qolmanglar. Diyonatlik, adabli bo'lishni olamlarning egisidan mubak so'zlay oladigan, so'zida uningdan muloyim, so'z va harakati uningdan muvofiq kim bo'lsin? Fir'avn Musa alayhissalomni boqqan emasmidi? Shunga Musa alayhissalom uningga so'zda muloyim, siliq bo'lish kerak. Ey Musa, dedi Alloh. Sen qarindishing bilan birga mening alomatlarimni elib, Fir'avn va uning puhrolari orasiga berib, ularga asta-asta tashviq qil. Onunğa biz senin egangning elchilari deb ayt. Onundan xo'rlangan, jazolangan Bani Isroilni qo'yib berishni talab qil. Musa alayhissalom qarindishi bilan Misrga berib, Fir'avnning oldiga kirdi. Fir'avn ularni salchaqlab ko'zga ilmadi. Birdam o'tgandan keyin Fir'avn: "Sen shunday bo'lib ketibsan, Musa, seni biz uyimizda kichigingdan tarbiyalab cho'ng qilmadikmi? Oramizda ko'p yillar turding." Sura Shuara 18-oyat. Sen, dedi Musa alayhissalom, meni boqqanligingni og'zingga ilib, meni vafosizlik qildi deb ayblayotsan. Sen buni menga qilgan iltifot deb qaramsan? Ajaba bu sening diyonatsizlik qilish, Bani Isroilni qul qilishingdagi sabablaringmi?
Firavun aldirab, "Sen haqiqatan vafosiz ekansan", dedi va Musa alayhissalomning targ'ibotini rad qildi. "Men nimalik qilgan bo'lay, yo'ldan adashquchi edim", dedi Musa alayhissalom Firavunga. "Men sening zo'ravonligingdan qo'rqashqa sendan ayrildim. Natijada Allohning iltifotiga, shafqatiga erishdim. U menga ilm, aql, farosat ato qilib, meni din taratquchiga aylantirdi." Bu chaqda Firavun suhbat darvozasini taqib oldi. U Allohga ishonmaslikni xato holda omon eson bo'lishining yo'li deb qardida, birdilla olamlarning parvardigori degan nima ekan u, dedi. Musa alayhissalom, agar sen shay'lar to'g'risidagi haqiqatga ishonadigan bo'lsang, ularning mavjudligi va ta'sirini tushuna olaysan. Mening ilohimning hammaning egisi ekanligini to'nib yetalaysan. U yer, osmon va ularning orasidagi hammani parvish qilib turg'uchidir, dedi. Firavun g'azablandi. Atrofidagilarni Musa alayhissalomdan nafratlanishga, uni ayblashga qutratdi. U mundoq dedi: "Ey xaloyiq, angladinglar-ku? Men Musadan o'z Rabbining haqiqiy ahvolini so'ravatsam, u o'zining qilgan atganlarini davatidi." Musa aytdi: "U mashriqning, mag'ribning va ularning orasidagi maxluqotning Rabbidir. Agar sizlar tushunadigan bo'lsanglar." Sura Shuara 28-oyat. Firavun o'rinda o'ltiramay gangirab, nima qilishini bilolmay qoldida, qattiq g'azablanib, qo'yqicha tik turdi. U munozirda Musa alayhissalomga tankilanmagandan keyin shumliq va hiyla-mikr ishiltib, o'z huquqini himoya qildi. U Musa alayhissalomga: "Agar mendan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsang, seni cho'qim zindonga tashlayman", dedi. Sura Shuara 29-oyat. Musa alayhissalom qilchi parvo qilmasdan yana o'z tashviqotini tamkin davomlashtirib shundoq dedi: "Ro'shan dalil keltirsammi shunda qilamsan?" Sura Shuara 30-oyat. Bu rad qilishga bo'lmaydigan va kishini qoyil qiladigan bir mo'jiza. Bu mo'jiza sening ko'nglingdagi barliq shak gumonni chiqarib yetalaydi. Agar e'tiqodlaring rost bo'ladigan bo'lsa, qani dalil isbotlaringni ko'rsatib boq, dedi Firavun. Musa alayhissalomning mo'jizasi. Musa alayhissalom o'zining nihoyat kuchlikligi, yurish-turishining to'g'riligi bilan hammadan ustun va hammadan ulug' Allohning yordamiga va panoh bo'lishiga ega edi. O chog'da qibtilar ichida sehr jodugarlik keng tarqalib, ular shu hunar bilan shuhrat topgan edi. O sehr jodugarlarning hunari burunmi ko'rilib boqmagan. Buningdan keyinmi ko'rilmaydigan ajoyib mislsiz darajaga yetgan edi. Alloh mu kishilarga dal mushu jihatdan mo'jiza ko'rsatib, ularning hayronlik va shubhilanish alomatlarini chiqarib tashlamoqchi, yana ularning o'z hunariga o'xshash hunar bilan ularni qoyil qilmoqchi bo'ldi. Alloh taolo mo'jizani Musa alayhissalomning qo'liga topshirdi. Bundaq karomat odatda uchrab turadigan sehr joduga o'xshab ketsimi, lekin kishilar uni ko'rsa hayron va has qoladi. Allohning so'zi cheksiz ulug' va hammadan ustundir. Firavunga agashko'chilarning qilgan so'zlari bo'lsa, hech nimaga arzimaydigan quruq gapdir. Alloh taolo gumrohlarga hidoyat qilmaydi. Musa alayhissalom hassini yerga tashlaganda, Alloh taolo hassiga ajoyib bir xil sehr kuchni ato qildi-da, has shuaman oqish yilonga aylandi. Firavun buni ko'rib qattiq qo'rqgan bo'lsa-mu, yanada takabburli qiyofatda turib, "Yana boshqa karomating bormi?" deb so'radi. O Musa alayhissalomni amdi dasmoyisi g'altakka chiqib bo'ldi. Ko'rsatadigan mo'jizasimi mushuning bilan tugaydi deb o'ylagan edi. Lekin u payg'ambar qo'lini qo'yniga silib chiqarib edi. Uning qo'lidan chaqnagan nur odamning ko'zini qamashtirib, taraf-tarafga chechilib, ufqqa yetdi. Shuning bilan Firavun zuvoni tutilib, qayg'uga cho'mdi. U o'zining mol-mulk va taxtini saqlab qolishga tashna bo'lsa-mu, bu karomat mo'jiza oldida xudini yo'qotib, o'zining eng oliyjanob xo'jayin, qul-chakarlari nazridagi iloh ekanligini yodidan chiqarib, ular bilan billa Musa alayhissalomga yelinib yolvorishga, xushomat qilishga boshladi. Lekin yana ostiridan suiqasd ishiltib, kishilarni Musa alayhissalomga yomon ko'z bilan qarashga quturtib, saxtaliqqa va aldamchilikqa pak haqiqat tonini kiydirmoqchi bo'ldi.
Firavun qutratquliq bilan: "Ey xaloyiq, bu ikkisi jodugarlar ekan. Ular sehr jodu bilan sizlarni bu eldan haydab chiqarmoqchi bo'lyotidi. Buni sizlar qanday qilsizlar?" dedi. Firavunning ergashguvchilari: "Bu ikkisini qamab qo'yayli. Ondan joylarga odam evatib, hamma jodugarlarni bu yerga keltirayli" deyishdi. Bu gap dal Firavunning o'ylagan yeridan chiqdi. O tazımı beab ahvolga tushib qolganda birdilla bu saxta gapga ching eslib oldi-da, qiyin ahvoldan qutulish umidini mushu yo'qolan gapga bog'ladi. Firavun nihoyat zo'r kuch sarf qilib, taraf-tarafdan jodugarlarni chaqirib keldi. O taxtning qo'ldan ketishidan ansiraydi. Gumonxo'rlik, vahima uning qalbini azoblaydi. O o'zining oqibatini o'ylaganida ixtiyorsiz titrab ketadi. O ehtiyotjonlik Amma quvluq bilan Musa alayhissalomga: "Ey Musa, sehring bilan bizni ziminimiz Misrdan chiqarib etish uchun keldingmi?" dedi. Sura Taha 53-oyat. Firavunning yuragi gupildab, beoromlik va toqatsizlik ichida qoldi. U o'tganda o'zini qaltis donishmand chog'lab, hech nimani ko'zga ilmagan avliyo emasmidi? Kuch-quvvatlik, sur-hayvalik podshoh emasmidi? Mana endi O Allah Taala tarafidan sirli kuch ato qilingan bir kishi oldida mana shunday ahvolga tushib qoldi. Firavun Musa alayhissalomga: "Sen bizga o'zaro yig'iladigan joyni, muayyan vaqtni belgilab bergin. Senmi, bizmi uningga xiloflik qilmayli." Sura Taha 58-oyat. "Sen bekitgan o kun hech kuni bo'ladi", dedi Musa alayhissalom. Kishilar zamonga loyiq yasinib bir yerga jam bo'ladi. O gün haqiqat dunyoga oshkor bo'ladigan kundir. Firavun jimi jodugarlarni shu kunga ulgurtib akilish uchun butun kuchini ishga solib jiddiy harakatlandi. Uning ko'nglida yana ozroq umid saqlanib qolgan edi. Uning o'z taxtiga erismanligi uni Musa alayhissalom bilan bir elishib ko'rishga hamda Musa alayhissalomning targ'iboti ustidan g'olib kelishga undaydi. Lekin to'zg'an to'pichoqning osmondagi quyoshni to'sib olishdas albatta. Hidoyatdan ayrilgan taxtning haqqoniyat kuchini ojiziltiman deyishi xuddi tuxumni toshga urgandek yoki daraxt beshidan biliq izdigandek aqlga sig'maydigan bir ish. Musa alayhissalom nurg'un jodugarlarning kelganligini ko'rib ularga mundoq dedi: "Mabodo sizlar Allohni kamsitadigan bo'lsanglar, o'zinglarni o'zinglar halok qilasizlar. Sizlar Allohning mo'jizasini sehr jodu deb oldinglar. Sizlar Firavunga parlaq yorug'liqni va dalil isbotliq haqiqatni bildirmasdan, aksicha sehr jodu ishlatish orqali meni bosh egishga majburlamoqchi bo'ldinglar. Obdan o'ylanib yiqinglar. Kimki oq qorini ostini ustun qiladi ekan, uning kutgani orzusining aksicha bo'ladi. Cho'qim gumron bo'ladi." Musa alayhissalomning so'zi haqqoniy sado sifatida jodugarlarni larziga keltirdi va ularni g'ofillikdan uyg'onib, saxtipazlikni tashlab, hidoyatni aniq tonib olishga da'vat qildi. Jodugarlar Firavunning buyrug'i bo'yicha birimi qilib qolmay, to'liq maydonga tushdi. Qo'llarida birdan arg'amcha, birdan kaltak tutishgan birer mingdak jodugar Musa alayhissalomga hayva qilishdi. Texi uning qayrindishi va tomoshabinlarga popozi qilishdi. Firavun atarman chaparmanlarning himoyasi ostida hadab vaqirab, sehr jodugarlarni darhol harakatga kelib, qo'y qurbonlik qiladigan chog'da katta tabriklash murosimi o'tkazishga kuch ko'rdi. Kishilarda jodugarlar g'alaba qilskan deydigan umid bo'lgan sira ulg'aydi. Ular nodon, bexud bo'g'ashqa to'g'ri fikr qilolmaydi. Jodugarlar qiniga patmagan holda ko'ranglashib, Firavunning oldiga keldi. Ular o'zlaricha jang maydonidagi qahramonlar, baygidagi arg'umoqlar edi. Kishilarning umidi oshiladi edi. "Agar biz g'olib kelsak, bizga haq beramsan?" dedi ular Firavunga. "Haq berman, ayollarni sovg'at qilaman", dedi Firavun. "Mening qanot ostimda rohat farog'atda yashaysizlar, shon shuhrat, dunyo davlatga ega bo'lasizlar. Chunki sizlar kuchimga kuch qo'shdinglar." Jodugarlar bu gapni anglab ko'ngil to'xtatdi va Firavunga qadak tutdi. Ondan ular maydonga chiqib Musa alayhissalomdan: "Ey Musa, hünarni avval sen ko'rsatamsan yoki bizmi?" deb so'radi. Musa alayhissalom ularning sehr jadosi pisand qilmadi. Ularning so'zlarini mansitmadi.
u oldi bilan ularning hunar ko'rsatishiga qo'shildi. Orqadan Alloh taolo o'zining qudratini ko'rsatmoqchi bo'ldi. Jodigarlar oldiga bir o'qchib, qo'lidagi narsalarni yerga tashlab edi. Bu narsalar birdilla vijildab ketayotgan yilonga aylandi. Musa alayhissalom buni ko'rib ko'nglida, kishilar bundoq soxta hodisdan qaymoqib ketami, targ'ibotimga ta'sir yetami deb ansirab, ixtiyorsiz ko'ngli so'vib mayuslangandek bo'ldi. Lekin Alloh taolo uni qo'g'damoqda, uningga g'amxo'rlik qilmoqda edi. Alloh taolo uningga shunday xitob qildi: "Qo'rqmag'in, sen cho'qim ustunlik qozinasan." Sura Taho 68-oyat. Ularning narsalarga pisand qilma, qo'lingdagi hasining kuch-qudrati eng cho'ng, uni tashlag'in. Allohning kuch-qudrati bilan Musa alayhissalomning hasisi jodigarlar sehr bilan paydo qilgan cho'ng yilonni birdamdili dam tortib yutyapti. Jodigarlar qoyil bo'lib Musa alayhissalomga bosh egdi ham uningga xushomad qilishdi. Oxir aldamchiligini ishga oshira olmay lat bo'lishdi. Musa alayhissalomning yerga tashlagan hasisi jodigarlarning soxta narsalarini bir-birlab dam tortib, ularga ajoyib bir mo'jiza ko'rsatdi. Buning bilan ular tuyuq yo'l ichida turib hidoyatni, haqiqatni aniq tanib oldi. Jodigarlar yukinib turib ilgirki qilmishlariga pushaymon qilib, haqiqatga tan berib, boyqa ajoyib hayvatli ko'rinishga hayron va has bo'lishdi. Fir'avnning qalbida birdilla o'shmanlik va g'azab urg'idi. U o'zining uttirib qo'yganligini his qildi. Aslida u mushu fursatdan foydalanib, hukmronlik kuchini kuchaytmoqchi edi. Biroq kutilmaganda chiqqan qora bo'ron uning soxtalik ustida qurilgan saltanatli taxtini o'rvatdi-da. Fir'avn ochchig'ini chiqarib olish, tortgan izo ahonatining azobini pasaytish uchun jodigarlarga mundoq dedi: "Sizlar uning ishini otamsizlar? Uning hukmronligiga bo'ysunmoqchi bo'layotamsizlar? Men texi uningga qoyil bo'lmadim. Sizlar uning bilan kelishib qo'ygan edinglar? Sizlarga sehrgarlikni o'rgatgan ustanglar shu ekanda, sizlar uning bilan putishib olib, yurikinglarni qopta qilib, men yo'l qo'ygan doiradan olqib ketdinglar. Sizlar o'z va'danglarni yer bilan yakson qildinglar. Men sizlarning so'l qo'linglar bilan o'ng putinglarni kesib tashlab, sizlarni qo'rmi darxiga maqlayman. Sizlarga jazo beraman. Chunki sizlar mening iltifotimga bevafolik qilib, qonunimni buzdinglar. Men pakt orqali sizlarga kuch-qudratimni, yomonligimni bildirib qo'yay." Lekin iymon keltirgan bu odamlar e'tiqod kuchi va oldin qilingan hukm bilan mahkam birlashgan edi. Alloh taolo ularning ko'nglidan soxtalik va afsonalikni chiqarib tashlab, ularni to'g'ri yo'lni bo'ylab ilgirlashga yetakladi. Ular Fir'avnga dedi: "Sening mangan yo'ling bilan mangsak bizga foydasi yo'q. Sening nafsingni qondirsaqmi, uning badaliga sendan naf olmaymiz. Biz endi sening o'zingni shalliq qo'yash va dalil isbotliq ustiga qo'yishingga yo'l qo'yolmaymiz. Sen bizga odam qo'rqitadigan yo'g'on gaplarni qila olasangmi, bizga xohlagancha tahdid sola olasangmi, bu qilganlaring sening tuyuq yo'lga kirib qolganligingni bildiradi xolos. Bizning xatoligimizni sening majburlashing orqasida bizning sehr ko'rsatganligimizdan iborat gunohimizni mag'firat qilsin deb biz haqiqatan Rabbimizga iymon etdik. Allohning savobi sening mukofotingdan ortiqdir. Allohning azobi sening azobingdan doimidir." Sura Taho 73-oyat. Davomi bor.